Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlar bo'lsin. Mana bugun 4 noyabr o'tkazilgan Allohning mehmoni loyihasidagi g'oliblarni xonadonlariga ketyapmiz. Barchasini tabriklagani inshaalloh Hojiakam To'tazon Hojiakam bilan. Azizlar, inshaalloh mana shu ko'pchilik guvohi bo'ldi. To'g'ridan-to'g'ri pryamoy efirlar bo'ldi. 3 ta o'rin, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin, ikkinchi o'rinlarga 50% bepul umra hamda birinchi o'ringa to'liq 100% bepul umra safarlariga qo'yganmiz va mana shularni g'oliblarni tabriklagani ketyapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun O'sh shahrida o'tkazilgan Allohning mehmoni loyihasidagi yutgan odamlarni tabriklash uchun chiqdik. Xudo xohlasa inshaalloh bugun shu yerni taqdirlab sizlarga inshaalloh video ro'yxatida Xo'p, azizlar, Alloh subhanahu taolo barchaga nasib etsin. Alloh subhanahu taologa Baytullohga borib, Allohning mehmoni bo'lishlik barchaga nasib etsin. Azizlar, Alloh subhanahu taologa hamdlar bo'lsin. Mana 3-chi o'rin sohibini xonadoniga keldik. Bismillah. Qani yutgan bolamiz Sardorbek. Maşallah, tabarakallah. Azizlar. Hop, 3-chi o'rin sohibi Ubaydullayev Sardorbek. Alloh subhanahu taologa hamdlar bo'lsin. Allohning baytiga, Allohning mehmon loyihasida 3-chi o'rinda 50%lik umra safariga mana shu voucherni yutib oldingiz uka. Inshaalloh Allohning baytida, inshaalloh birgalikda olib kelamiz. Mana Abdulla Sardorbek Sardorbek inshaalloh mana Xudo xolasa Alloh izni bilan, Allohning fazli bilan albatta bir qanaqadir bir qilingan duolar ijobatligi uchun 5000 nafardan ortiq odamning ichidan 50% umra safari sizga chiqdi. Alloh taologa nasib ro'za aylasin. Alloh taolo safarlarni bexatar aylasin. Inshaalloh Robbil alamin 16-noyabr kuni Abdug'ulom ukamizning boshchiligida inshaalloh o'zi ukamiz 14 kun bilan sizlar bilan hamsafar bo'ladi. Chiroyli qilib akangiz bilan borib birga ibodatlarni qilib, Xudo xolasa inshaalloh Makka shahrida o'zimiz kutib olamiz. Payg'ambarlar sallallohu Xudo xolasa inshaalloh biz Makkada bo'lamiz. Xudo xolasa inshaalloh chiroyli borib amallarni qilib kelishga Alloh nasib etsin. Ota-onani duosi ijobat mana. Alhamdulillah, alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah.